Leksimizni davamlaştırımız hürmetli vatandaş. Bugün Çeslağı 2021 yıl 3. ayının 23. günü vatandaşım. Endiki mavzumunda vatandaş. Ciddi ahval aslında. Xi Jinping yani Prezident Vladimir Putin ne demekçi? Xi Jinping kimiga elip çıkmakçı oldu. Mavzulu haber 3. ayının 22. günü Vanvet orbitede ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Amerika Jungo Alyaska ştatıda uzul kesel 100 örüşken bir paytda. Rusya Federasyası'nın Taşqı İşler Ministeri Sergey Ravlov'ның fırsatını qo'ldan bermey Jungo'ni ziyorat qiladiganligi to'g'risidagi xabarda mundaq ko'rsatildi. Minister Ravlov'ның bu qatam Jungo'ni ziyorat qilishdan eng muhim maqsad Prezident Vladimir Putin bilan Rais Xi Jinping'ning uchrashib suhbatlashishiga tayyorlik qilishdan iborat. Onundan başka yana Jungo bilan Rusya Federasyası ikki taraf munosabatiga chetishlik bir turlik eng muhim shartnomaga yangi mazmun qo'shishdan iborat. Tekrarlayman vatandaş. Onundan başka yana Jungo bilan Rusya Federasyası ikki taraf munosabatiga chetishlik bir turlik eng muhim shartnomaga yangi mazmun qo'shishdan iborat. Yangi shartnomaga yangi mazmun qo'shib, yangi xalqaro vaziyatga taqobil turishdan iborat. Tushundingizmi vatandosh? Yangi shartnomaga yangi mazmun qo'shib, yangi xalqaro vaziyatga taqobil turishdan iborat. Tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Növbətdə Beijing dairələri üçün aytqanda ikki tarafning strategik siyasi savdo qilishini chetga qoqqilib bo'lmaydi. Tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Növbətdə Beijing dairələri üçün aytqanda ikki tarafning strategik siyasi savdo qilishini chetga qoqqilib bo'lmaydi. Endi bu siyasi savdo qaysi xarakterda bo'ladi? Tövəndə təhlil qilamiz vatandaş. Amerika ovozining xabarida mundaq ko'rsatildi. Rusya Federasyası'nın Taşqı İşler Ministeri Sergey Ravlov bu qatam Jungo'ni ziyorat qilib, muhokama qiladigan yana bir muhim mavzu ikki taraf o'rtasidagi eng muhim qo'shnilarchilik, do'stlik, hamkorlik shartnomasiga eng yangi mazmunlarni qo'shishdan iborat. Jang Zemin davrida imzo qo'yilgan qo'shnilarchilik, do'stlik, hamkorlik shartnomasi imzolanganligiga bu yil 7-oyda 20 yil to'shidi. Ikki taraf balki bu shartnomani uzartidi, bu shartnomaning vaqtini uzartidi yoki bu shartnomaga yangi moddalarni qo'shidi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. 20 yil burun bu shartnomani imzolaganda ikki taraf munosabatiga ovorchilik tepib berayotgan chegara masalasini hal qilishga diqqat og'dirib, shartnomada qarshi tarafga territoriya talabi qo'ymaymiz deydigan bir modda alayda tilga ilingan. Diqqat qildingizmi vatandosh? Mushu gap, mushu abzaslarning hammasi Uyg'uriston masalasi deb tushunib bo'ladi. Tilga ilingan navbatda yangi xalqaro vaziyatga duch kelganda bu shartnomaning vaqtini yana uzartiladigan bo'lsa, bu shartnomaning vaqti yana uzartiladigan bo'lsa, yangi qo'shiladigan moddalar qandoq bayon qilinadi? Gap eğer bu gaplarning salmog'i eğer vatandosh
qandaq bayan qılınıdı? Şöhbesiz ki, her qaysı tərəflərinin diqqətini ağdırdı. Bunundan başqa Rusiya bilan Cüngö o'rtasida məxfi siyasi soda bolamdı yox. Bunundan başqa Rusiya bilan Cüngö o'rtasida məxfi siyasi soda bolamdı yox. Bu yana o'xshashla minister Sergey Lavrovning bu qatam Cüngöni ziyorat qilishida eng muhim nuqtadir. Yani məxfi siyasi soda bolamdı yox ikisinin o'rtasida. Vatandaşım, toxtab turun, hazır sözləyimiz. Məsələn, əgər Moskva Beijing'nin Tayvan'a qol silişiği maslışıdığan bolsa, Beijing onun dopisini bununla kaydırıp cavaben Krimiyanın Rusiyanın bir qismi ekanligini e'tirof qiladi. Yana başqa tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Rusiya bilan Cüngö bir-biridan foydalanadi. Ko'nglida sam bor. Haqiqiy holda quchoqlashamdi, buni bilgili bo'lmaydi. Bo'libmi Cüngö Kompartiyasi o'zining manfaatiga ozroq chetishliq bo'lib qolganda yanala Rossiya Federatsiyasini qo'llamdi yo'q. Ma gapga diqqat qiling, bek nozik gapchimama bu. Bo'libmi Cüngö Kompartiyasi o'zining manfaatiga ozroq chetishliq bo'lib qolganda yanala Rossiya Federatsiyasini qo'llamdi yo'q. Kelgüsida yana prezident Vladimir Putin bilan birga tura olamdi yo'q. Buningga yana savol qo'yiladi. Demak, bu yerda hozir bir tal mo'y yo'linadi. Bir tal mo'y tortiladi. Rus-Cüngö munosabatiga ta'sir ko'rsatdi. Mushundaq ahvol ostidami prezident Vladimir Putin bilan rais Xi Jinping birga tura olamdi. Demek bir yerda Amerika ovozidan xabarda bu yerda nozik bir quchor, nozik bir signal kelyapti. Bu signal nima? Bu qatamqi shartnoma masalasida Uyg'uriston masalasi cho'qam o'tirg'i chiqdi. Buningga Cüngö hukumati bardoshlik bera olamdi. Davomini anglaysiz vatandosh.